Ena altın. Shunchalik chuqurlashib ketgan bellar, shu darajada chuqur bo'lib ketgan Amudara ko'prigi, orqa tarafim Qoraqalpog'iston Respublikasiga kirishi, ban tarafi Xorazm viloyati Urganch shahriga kirish Amudara ko'prigidamiz. Assalomu alaykum. Biz o'zakandan kuzatib turgan podpischilarimiz, sog'mi-salomatmisizlar? Xo'p, Amudara ko'prigi bu, katta ko'prik bu. Xorazm viloyatidan kelgan katta ko'prik. Shunda yamalar ko'payib ketgan. Videoda mana ko'rsanglar bo'ladi. Ina mashlar tashab turibdi. Ko'p haydovchilardan sho'pirlar aytib turibdi, yo'llarga aytadilar. İltimos etib qoladilar. Masalan, Xorazm viloyatidan qatnab taksilar, yo'lda yurgan mashinalar aytadi. Ko'p disklarimiz yan poydi, sindi. Shu yamalar tashagandan keyin dedi. İltimos etib so'rab qolamiz. Mana ovozini qarangmi, tashab turgan. Shu darajada chuqur bellar. Shularni bartaraf etishlarni so'rab qolamiz. Amudara ko'prigindamiz. Biz shuni yo'llarga tushirdik. Ina tashadik. Agar bundan qochib anaga o'taman desa, o'sha strech taraf o'tib ketadi. Nera qochadi bundan? Bundan boshqadan qochib o'tib bo'lmaydi. O'sha yo'lni yarmini egallab turibdi berina. Keyin bu yo'lni chetlaridan videoda mana ko'rasizlar, yo'lni chetlari garmosh ko'payapti. Menimcha bir ko'prikka bu chena kerakmidi? Bir mashina to'xtamaydi ko'pari bir ham. Yana tashab turibdilar. Iltimos etib so'rab qolamiz, videolarimizga be'tibor bo'lmanglar, videolarimizni kengroq tarqatinglar. Shu narsani bartaraf etishlarni so'rab qolamiz. Xudo xolasa, yo'limizni izohlaganimiz hammamiz ham kerak. Shodan qatnab turibdi hamma mashinalarni. Serqatnov mashinalar to'xtamaydi bu ko'prikda. Shuni bir tushirdik. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha videolarimizni kengroq tarqatinglar, bir like bilan ajoyib fikrlarni kommentga kutib qolamiz. Videolarimizni ko'raversa, xudo xolasa, qo'lni berni tushirdik-ina. Hammani yamalarni, qanday ahvolni, qanday narsani tushirdik. Amudara ko'prigi beringlar. Amudara suvni aytib o'tdik, Amudara suv hozircha kam, xudo xolasa hali ko'payib qolar. Dekonsertlarimiz yaxshi bo'laversin, ko'pirlarimiz shu yamalar, chuqurlar zatilsin. Mana ana tashadi. Xudo saqlasin. Sizlar qarshdan so'rab qolgan sog' bo'linglar, videolarimizni kuzataverasizlar. Xudo saqlasin. Ko'prikni boshlanishi, Amudara ko'prikni boshlanishi yomg'ir, nabini uzu jallı net tashabdi, yeb tashabdi yomg'ir, suv. Yaqinda ko'payib ketishi mumkin, shuni eldan olishni so'rab qolamiz endi. Yana ko'prikning ustida bo'layotgan ahvolini. Mana buni o'zi ham chuqur bo'laydi o'zi. O'sha ahvol yomon bo'lyapti. Ko'prikning ustida masalan bu chena bo'lmasa kerakman chetlarida, chunki bu yerda mashina to'xtab turishi mumkin emas. Ko'prik chetlarida mana bu opasniylari bor ekan mana. Kattaroq mashina kelsa, bu yerdan kichik-kichiklar masalan natisham mumkin shularga bilmaydi. Avariya bo'shamaydi, xudo saqlasin. Xo'p, ina yamalar, ko'prik ustida yamalar. Kundan-kunga kattayib qo'yatır bu chuqurlar yamalar. Yine ucu bu araktan eder, streçiden eder fiyatı maşallah. Yamadan kaçamanda streçe çıkıp gidiyordu maşallah. Yani bir anda katta mesela avtobus geliyordu. Bamina ucu, ana kaçıp gitti. Çünkü yetişmem yakmıyordu ki diskisini yampaytırır, balonlu yarış mesela yine şu çukur katta. Amudara köprüğünde şu yine. Xorazm viloyatini o'taverish. Yine. Yani yine taşadık altına. Şu derecede. Altından kaçıp gittiler.